Bu mikrofon shallalala 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 deb og'izga kelgan narsani bu tolma so'rash uchun chiqarilgan narsa emas bu. San'atda isqirtlikni eng cho'qqisiga gapirishayotgan bitta tanishim bor deng, Otarchi. Bitta videosini ko'rib oldim. To'yda aşk qo'shiqda aytibdi. Keyin so'radim, qanaqa tilda aytilgan bu? Lo'licha tilda aytilganmi, afg'oncha tilda aytilganmi, bu sigancha tilda aytilganmi? Qaysi tilda aytilganini bilmayman, deydi. So'zma-so'z aytdim desam, ha, tavakkal solaman, odamlar o'ynaveradi deydi. To'yda so'rashyapti deydi. Ha, so'rasa men so'zlarni bilmayman. Men faqat o'zbekcha qo'shiq bilaman de. Ja bo'lmasa taris po'choq, qovun po'choq otadi. Oldingidaqa odamlar shisha, piyola otmay qo'ygan, kaltaki artistlar o'lmaydi. Ja bo'lmasa dedim, sen trendga chiqish maqsading bo'lsa, G'aybullaga o'xshab qo'shiq o'qila deb, "Veteri batti, nega batti" degan qo'shiqni o'qilib, quralay deydi, mana cover qilib, anajrobka qilib trendga chiqib ketdi. Desam, "O'zim men ham mashina qilmoqchiman" dedi. Endi qiziqda qaysi qo'shiqni o'qilamoqchisan? Sir bo'lmasa aytchi, cover qilmoqsan desam, "Ashi yana shallalla lallani aytaman" deydi. Bu ongsizlarga baribir tushuntirib bo'lmaydi. Haligi Umidjon Qoravoyev degan boshlovchi mali itti qilig'ini qilib chiqayotganlar tanqid qildi-yu. O'sha odam bekarga aytmanglar, bularni to'g'rilab bo'lmaydi, bularni go'r to'g'rilar ekan. Sizlar ham guvoh bo'lyapsizlarmi? Bu videoni mana shu qaysi musiqa trend bo'lsa, ash musiqaga video olaveradigan tanishlar jo'natib qo'yinglar. Ongsizlar ham ko'payib ketdi.